yaxshi tomosha qiladigan, tomosha qilishni istaydigan bolajonlarga taqdim etganimiz ularga kayfiyat bag'ishlay oldi. Ayniqsa bugungi bir juda ham kutilgan bayram kunida. Endi ko'pchilikni xursand qiladigan, nafaqat yoshlarni, kattalarni ham xursand qiladigan bir suhbatdoshimiz bilan gapni, gashtakni, gurungni boshlash arafasidamiz. Nafaqat O'zbekiston hududida, balki qo'shni mamlakatlarda ham, undan narida ham juda ham mashhur bo'lgan, tanilishga ulgurgan, millionlab muxlislarga ega bo'lishga ulgurgan yosh xonanda Azizbek Karimov navbatdagi studiyamizning qadrli, hurmatli mehmoni. Assalomu alaykum Azizbek, yaxshi keldingizmi? Bayramlar muborak bo'lsin. Yaxshi keldingizmi? Mana qarab turishibdi hozir muxlislaringiz. Salomlashib olsangiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar, yurtdoshlar. Bugungi bolalar bayramida hammalaringizni chin qalbimdan tabriklayman. Mana bo'lmasa, biz ham yana bir marta tabriklaymiz. Hozir multfilm tomosha qilish barobarida Azizbekka bir savol bilan yuzdan keldim. Azizbek, hali ham multfilm tomosha qilib turasizmi desam, vaqt yo'q aka, ijod bilan bandmiz dedilar. Ancha bir katta bo'lib bo'ldilar Azizbek. Haqiqatda o'zi san'at olamiga, ijod olamiga kirgan inson mana shunday yoshi nechi bo'lishidan qat'iy nazar ijodga sho'ng'ib ketadi va o'zini kattalardek his qiladi. Shu joyda mana Azizbek, hozir endi san'atga kirdingiz, vaqtingiz baribir taqchil. O'sha bolalar bilan o'ynaydigan vaqtingizni ko'proq ijodga sarflayapsiz. Bu sizni xursand qiladimi yo ba'zi joylarda xafa ham qilib turadimi? Xafa qilmaydi. Yoqadimi o'zingizga? Yoqadi. Mana shu menimcha mehnatni yaxshi ko'rganingiz, ijoddan to'xtamayotganingiz sababli ham o'sha yosh bo'lishingizga qaramasdan qilayotgan mehnatingiz, fidokorona mehnatlaringiz o'rinli taqdirlandi bu yil. Mana bir oy oldin mana sizni ko'ksingizni bezab turgan o'sha mukofot bilan taqdirlandingiz. Bu qanday hissiyot berdi? Xursand qildimi? Qanday bo'ldi o'zi jarayon? Kutganmidingiz? Yo'q, kutmagandim. Bu menimcha Bizdagilar ham xursand bo'lishdimi? Ustozlar nima deyishdi? Biz bilgandik, senga ishongandik deyishdimi? Bu e'tiroflar o'sha boshqalardan biroz ajralib turishga imkoniyat yaratadi-da. Mana shunday bir ko'ksimizni bezab turuvchi turli mukofotlar, e'tiborlar, e'tiroflar har qanday ijodkorni ijodda yanada o'sishiga, albatta ayniqsa yoshlarga yaxshi bir motivatsiya bo'ladi. Menimcha bundan ruhlanib, endi ijodni ikki hissa davom ettirish kerak-da. Endi bu yog'iga, endi tengdoshlar bilan to'p tepishlar, ko'chada yurishlar endi yo'q. Mana siz maktabni tamomladingiz, 3-sinfni tamomladingiz, 4-sinfga o'tdingiz. Yaxshi tugadimi bu yilgi o'quv yili? Ha, tugadi. Baholar qanaqa? Yaxshi. 5 bo'ldimi? Yoki orada to'rlar ham bormi? Bor. Musiqa fanidan endi 5. Va mana siz yosh ijodkor sifatida ayting, san'atkor bo'lish qiyinmi-ki, osonmi? Boshida endi ozgina qiyin bo'ladi. Qiyinchiliklari bo'lyapti, baribir boshqa tengdoshlar kabi bemalol o'ynalmay. Nimasi aynan sizni qiynadi? Sahnada hayajonmi yo odamlar? Hayajon bo'lmaydi. Boshida bo'lgan, endi bo'lmaydi. Nimasi qiynadi? Mana tengdoshlaringizdan uzilib qolganingizmi, darslarni o'zlashtirishga qiynaldingizmi? Nimasi qiyin bo'ldi? Bu yil unday o'qolmadim yaxshi. Keyingi yil tadbirlar ijod bilan bo'lib qolganingiz uchun darslardan biroz uzilganingiz qiyinchilik tug'dirdi. Endi shunga yarasha menimcha mualliflik qo'shiqlari ham ko'paydi. Qanaqa qo'shiqlar qilindi? Oqmaza degan qo'shiq, Alo Zebocha degan qo'shiq chiqdi. I love you degan qo'shig'imiz ham bor edi. O'rtoqlaringizga, do'stlarga ham atalgan va onangizga atagan qo'shiqlaringiz ham chiqdi, adashmasam. Ular ham soni menimcha mualliflik qo'shiqlar soni 6 taga yaqin bo'lib qoldi. Kliplarchi, ulgurdingizmi klip olishga ham? Ha, ulgurdik. Orasida bir bugun endi do'stlarga tuhfa etsak bo'ladigan bir do'stlarga atalgan qo'shiqlar ham bormi? Bor. Eshitsak bo'ladimi? Sahnaga taklif etaylik sizni. Marhamat, maxsus mikrofonni olib olasiz va do'stlarga bayramona tuhfa desak mubolag'a bo'lmaydi. Ya'ni Azizbekni do'stlariga marhamat. Og'ir kunlarimda yelkadosh bo'lib, eng yaqin darddoshim vasildosh bo'lib, men uchun jonini berishga tayyor. Chin jigarlarim bor, chin do'stlarim bor, do'stlarim bor, yaqinlarim, do'stlarim
do'stlarim bor, oqibatli qalinlarim. Do'stlarim bor, yaqinlarim. Do'stlarim bor, oqibatli qalinlarim. Do'stlarim bor, yaqinlarim. Do'stlarim bor, oqibatli qalinlarim. Olqishlar bo'lsin. Katta rahmat aytamiz. bor Do'stlar bo'lishsin, bor do'stlar. bo'lishsin, omon bo'lishsin, sog' bo'lsin, salomat bo'lishsin bizni baxtimizga ham. Albatta. Va chin do'stlik eng muhimi har bir insonni topib kela olsin, mustahkam bo'lsin, davomiy bo'lsin. Endi baribir bugun 1-iyunda hamma bolalardan bir so'ragim keladi. Garchi ular kattalarga o'xshab fikrlasalarda. Azizbek, 1-iyunni kutasizmi, to'g'risini ayting. Yo, unchalik ta'sir qilmaydimi? Ta'sir qiladi, kutamiz. Nima sovg'alar o'zi yoqadi sizga mana? 1-iyunda nima olishni xohlagan bo'lardingiz? Unaqa katta unaqa qimmat sovg'alar kerak emas-ku. Nima bersalar ham. Nima bersalar ham Hammasiga xursand xafa bo'lasiz. bo'lmayman. Va o'sha menimcha mana shunday bir bolalar uchun maxsus bayramlarda o'sha aylangani chiqib bayramona bir kayfiyatni his qilish o'rniga mana shunday bir turli tadbir jarayonlariga borib, xizmat safarlariga borib, mana shunday bir suhbatlarga Bolalarni borish tabriklashga. biroz sizga noqulaylik tug'dirmaydimi? Yo'q. Mashhur bo'lish yaxshi ekanmi yo biroz nima desak, uyaladigan taraflari ham bor ekanmi? Mana ko'chada qarab qolishsa, ayniqsa Rayhon degan qizlar sizga bir Ularning taraflari yo'q. Kelib suratga tushmoqchi bo'lsa, xursand men bo'lasiz. ham ismi Rayhon deb kelishsa. Nimaga kinoya qilayotganingizni sezdim. O'sha mashhur taronani bir shingil bo'lmasa ham eshitsak yaxshi Eshitsak bo'ladi. bo'ladimi jonli? Xirgoya. Bo'ladi. Simpatichная красоткам o'zimni, o'ngga chapga o'tib o'ynatma ko'zimni. Нежная моя королева прекрасная, meni simasdan qizartirma yuzimni. Ay na 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 ya тебя люблю.